yana bir BMW bu qo'yibdi malakay. Buni guruhlab yamag'ali. Malakay bu BMW'ni mana shunday qilib nimaga qo'yibdi. Sizlar har agar ishlaringiz birga tushdi zaman keldingiz zaman yo'llab qo'yibdi bunaqa. Keldik shu yerga nimaga kelgan ekan? Aytdi bu ko'p bir yaxshi chiroyli qilib nima qilib jo'rlagan dedi. Buni boyat ko'rmay chiqqan mo'tari. BMW'ning ish chiqqan bulardan berdi ham xudo xohlasa biz ham ko'ramiz. Qo'yibdi. İlk birinci çıkan motoru mashinasi. Hani birden o'qitamiz. Hani birden QR kodni mana shunday qilib o'qitamiz. Aynı tiket. Ya. Bakın nasıl ekan. Endi bu yangi modellari. Nimasi? Müzik qilib ko'na qadimdan Tildoshlar berga bilet olmadan kirolmaysizlar. Bu yerdan boyat bir bilet olmamiz kerak. Bilet qo'yibdi. Yangi motosikletchi qadim zamonga, ko'na qadim zamonga shu BMW'ni jo'rlagan zamonga lukka manidan jo'rlagan motor. Qani berga ko'na model. Assalomu alaykum. Akalarim, ukalarim, opalarim. Ro'za namoz hayitlaringiz muborak bo'lsin. Men jon hayotman. Sizlar bilan bo'lolmadim. Bir oy Ramazon oyiga hech bir joyga chiqolmadim. Mana bir go'zal bir Germaniyani yana bir viloyatiga keldim. Mushan degan yerga. Mana 500 yillik muza qilingan, 500 yillik muza qilingan BMW'ning nimasiga keldik. Mana bu yerga BMW ayni 500 yil avval nima mashina jo'rlagan ekan, ularni lukkasini nimaga qo'yibdi, muzaga qo'yibdi. Ularni ko'ramiz. Akalarim, ukalarim, opalarim, jon hayot YouTube nimani ko'rsangizlar rahmat sizlarga. Ama nimani like, abone bo'lmoqda yodlaringizdan chiqarmangizlar, abone bo'lingizlar. Meni abonam kam, ehtiyojim bor sizlarda abone bo'lganlaringizga rahmat sizlarga. Mana endi ko'raylik qanday, mana BMW'ga nima bor, nima yo'q. Men bilan bo'lingizlar, tildoshlar. Tildoshlar, berga BMW'ning ilk chiqqan zamoniga, ya'ni ich ko'na zamonga, ko'na qadim zamonga shu BMW'ni jo'rlagan zamonga nima qilib lukka shu mashinalarni shunday qo'ygan, shu ko'na qadimi tarixiy mashinalarni qo'ygan berga muza bor. BMW'ning muzasi bor. Mana bu muzaga keldik. Hali ichkariga boshqa bir baland apartman bor, uning ichiga kiramiz. Mana bu yerga bu shu darvozani kirishiga mana bularni qo'ygan. Mana buni ko'raylik. Mana bu ham BMW. Mana bu BMW'ni mana shunday qilib nimaga qo'yibdi? Muzaga qo'yibdi mana bular. Mana bu ham BMW'ni bu yangi modellari, misol yangi chiqqan modellari. Mana bu yerga BMW'ni. Xo'p, BMW'ni yana tildoshlar yana muzasi bor. Bu yerga mashinalar bor. Bu yerga boramiz. Bu yerda ko'raylik. Bu yerga boya tiket olib kirmam kerak. Tiket olib kiraman. Bu yerga nima uchun bir BMW'ning muzasi ko'p mashhur. Har turistlar, har agar ishlaringiz birga tushdi zaman
keldiğiniz zaman bir ko'rmay ketmangizlar. BMW'nin müzesiga boyat bormamız gerek. Mana bu yerlarga mashinalar bor. Mana bu yerga ham qo'yilgan. Ana bu müzani boyat turist kelgan insonlar nimaga mushanga bu yerda ko'rmay ketmaydi. Bu yerda ham xudo xohlasa biz ham ko'ramiz. Mana bu yerga ham bu BMW'larda yangi chiqqan modellari bular hammasi bu mashinalar hammasi yangi chiqqan mashina. Yana müzesiga boramiz. Müzesiga boramiz buradan. Mana bu ham BMW'nin yangi chiqqan modeli. Mana bu ham yangi chiqqan modeli. Dildoshlar. Mana qarang. Yangi chiqqan mashina bu. BMW. Mana endi tildoshlar mana bu yerdan chiqib u yerga BMW'nin masiga ketamiz. Müzesiga boramiz. Tildoshlar bu yerga mana bu Türk do'stlarimiz mana Türklar mana bu yerga nima keldik shu yerga nimaga kelgan ekan? Aytdi bu ko'p bir yaxshi chiroyli qilib nima qilib jo'rlagan dedi. Buni boyat ko'rmay ketmangizlar dedi. Ayni meni aytganimda aytdi. Mana bu yerdan mana Zinapoyadan chiqib borasiz. Mana bu yerdan ham mana shu yerdan chiqib keldim. Bu yerdan chiqib keldim. Mana bu yerdan ham Zinapoyadan chiqib mana bu yerga BMW'nin nimasiga müzesiga boraman. Mana kabi insonlar ham ketib boryapti. Mana kay BMW'nin müzesi mana shu. Mana apartmani mana shu. Mana bu insonlarni ko'ryapsizlar, hammasi shu yerga boryapti. Mana shu yerga. Tildoshlar, tiket olayım. Hallo, Entschuldigung. Ein Ticket. Hallo. Ein Ticket. Ja. Geld? Karte. Karte? Geld keine? İşte Karte. Keine Karte. Geht nur Karte oder online? Online. Koşer. Bana ki aldım. Buradan nakit vermedi. Bana birden makineden benim de okutup aldım. Bana bu maşin var. Ben şu maşinden nima qildim? O'qitib oldim. Mana shu yerga pulni taylaysiz. Bu yerga yozilgan mana shu mashindan nima qilib oldim? Mana kay biletimni oldim. Bileti tildoshlar bileti 14 euro. 14 euro. Mana ki ko'ryapsizlar. 14 euro. Mana endi bu yerdan o'qitib o'tamiz. Mana bu yerdan o'qitamiz. Tildoshlar mana shu QR kodi bor. Shu QR kodni o'tamiz. Mana bu qizlar ham o'talmay yotibdi. Nima qilyapti bunga? O'tdi. Mana biz ham tildoshlar shu yerdan QR kodni o'qitaylik. QR kodi ochilsin bir. Mana bu yerdan QR kodni mana shunday qilib o'qitamiz. Qanaqa bu açılmadı ki? Açılması lazım. Açıldı manike. Hani tildoshlar. Hani endi kirdik. Ichkariga kirdik. Mana bu yerga ham tildoshlar, mana bu yerga ham bunday nimalar bor ekan. Mana ko'rdingiz bu yerga nima bor ekan? Bundayki tom jo'rlab qo'yibdi, mayda narsalar bor ekan. Bu nima narsa? Havodan nima chiqib yotibdi? Nimadan? Bu yerga malzemalaringiz, kurtularingiz, har narsalaringizni mana bu yerga omonatingizni mana bu yerga qo'yasiz. Mana shu yerga omonat qo'ygan joy bor. Mana men ham mana bu yerga soqimni qo'yganman, shantamni qo'yganman, mana kurtimni qo'yganman. Mana bu yerga mana
Mana tildoshlar mana shunday qilib taylaysiz. Bu sim qublanadi. Nimani kalitsin aynaladi. Mana shuni taylaysiz. Shuni taylamasangiz boyat bu nima bo'lmaydi, qublanmaydi. Mana shunday ichiga taylaysiz, mana shundayga. Mana qublab omonatlaringizni mana bu yerga qo'yasiz. Bunga pul olmaydi. Biletga 14 euro oladi. Do'stlar, mana bu yerga ham mana bunday shu qadim zamonga jo'rlagan mashinasi. Buniki. Buni qarang. Qanday qilib jo'rlabdi. Teri qarang, teridan ichi teri. Mana bunday qilib yaxshi mashina nima qilib jo'rlabdi. Buni qarang. Qanday go'zal qilib jo'rlabdi buni. Mana qarangiz. Mana bu yerga mana bu jangan model. BMW jangan modeli bu. Mana jangan modeli. Mana buni ichini ham ko'raylik. Mana bu modeli. Bravo, Mana teridan nima qilib modelni ham ko'p yaxshi model qilib jo'rlabdi. Mana bu BMW yeni modellaridan, unday ko'na model emas. Mana bu ham bor, bu ko'na model. Bulardan ko'p. Nimani mardim haydab yurgan ko'p. Bu ham endi qadim bo'ldi-da, usti ochilgich. Buni ham muzaga qo'yib qo'yibdi. Manaki bu model. Mana bu yerga mana bu mashina bor. Bu mashinaga ham shu qadimki zamonga buni BMW jo'rlagan zamoni. Qadim zamonga. Buni sholar, podsholar shu nima vaqtlarga minadi. Mana bunday qilib. Mana buni qarang, bu BMW mana shu ko'na qadim mashinasi. Buni qarang. Mana bu ham bor. Buni qanday qilib jo'rlab qo'yibdi buniga. Qanday yaxshi qilib 2 kishilik. Mana bu yerga ham tayirni qo'yib qo'yibdi. Bu ham BMW'ning ilk shu qadimki zamonlarga to'ldirgan mashinasi. Nima jo'rlagan mashinasi. Manaki. Mana. Bu ham mana shundayki. Shu ham qadim zamonga jo'rlagan BMW'ning mashinasi bu motori. Manaki. Mana ishlarini qanday yaxshi chiroyli qilib jo'rlab qo'yibdi, buni qarang. Ichiga chavkalari, bu yerga nima qilib jo'rlab, usti ham ochilib. Mana bam. Bunday qilib jo'rlabdi. Xo'p, mana bu yerga buni ko'rsatmadik. Bu yerga ham bir mashina bor, BMW'niki. Buni ham shu qadim zamonlarga jo'rlagan mashinasi. Buni qarang. Buni guruhlar, nima qarang buni kattaligini. Qanday qilib jo'rlabdi buni? Mana bu yerga. Xo'p, boshqa bu yerga ketaylik. Mana bu yerga chiqayotgan ekan. Mana bu yerga ham mana bicycle motorsikldan tayiridan jo'rlagan motor. Mana bu yerga. Shu ko'na qadimi filmlarga shu qadim zamonda podsholari shular minadi ekan. Bu eng ko'na motori BMW'ning. Endi avval jo'rlagan motori mana bu. Mana shu mashinasi. Mana tayirlari bicyclening tayiriday. Mana bu tayirni qarang mana. Tayiri ham xeyli mahkam ekan. Mana bu yerga mana motorini qo'yibdi. Motorni qo'yib qo'yibdi manaki. BMW'ning motorini. Mana shu motorlar baylanadi ekan BMW'ga. Ha, bu ham ko'na model. Mana bu ham ko'na model. Xo'p. Endi balandga chiqamiz. Tildoshlar, maniki bu yerga motorni qo'yib qo'yibdi. Mana shu BMW'ning motori. Qanday jo'rlagan, qanday nima qilgan, mana shu
mashina. Shu mashinani motor mana bunday qilib jo'rlab qo'yibdi. Mana shu BMW nimasi. Mana bu yerga ham motori bor. Mana bu yerga ham mana bunday qilib mana motorni baylagan nimalarni ko'rsatib qo'yibdi. Mana bu yerga ham bunday narsalari bor, bu yerga ham motori bor. Bu BMWni o'ziniki. Mana bularda ham shunday nimaga qo'yib qo'yibdi. Mana bu yerga ham bunday men motordan anlamayman, bilmayman. Tildoshlar bilayotgan bo'lsa, sussin. Nimaga sussin? Kamletga sussin. Mana qarang, mana bu yerga ham bu motor bor. Bunday qilib, bu yerga ham motor qo'yib qo'yibdi. Mana bu ham BMW motori. Buni kattaligiga qarang mana. Bu yerga ham zanjiri bor. Zanjir mana nima qiladi? Bu yerga qo'l mana maynaltiradi ekan. Mana ko'ryapsiz, mana bu yerdan, mana shu yerdan qo'l mana maynaltiradi ekan, mana shunday qilib. Shunday qilib ishlab qo'l mana maynaltiradi ekan. O'zi ham. Mana bu yerga ham mana bunday bir motori bor. Bu BMWniki. Bu ham mana bu yerga motorlar bor. Mana bu ham bu motordiki. Shu katta motorlardiki manaki bu. Mana bu dut chiqishi. Mana bu yerga dut chiqadi. Mana bu motordiki, mana motosikletniki. Mana motori qancha katta ekan buni. Qarang. Mana bunday qilib. BMW motorda motosikletlar mana bu shu ko'na qadimi qolgan. Qadim zamonga jo'llagan ilk BMW chiqargan nimasi motori. Mana bu ham tildoshlar, mana bu ham bir raqam tayyorada qilib jo'rlabdi. Bu qanday narsa ekan? Bunday mashina ham bor ekan, buni qarang. 2 kishilik ekan, bitta yotib oladi ekan, u yerga maydaydi. Bu ham motor nima qilib jo'rlabdi? Bu ham BMWning nimasi. Buni qarang. Mana bunday qilib jo'rlagan, shu vaqtda qadim zamonga nima qilib jo'rlabdi? Bu ham jangan modellari. Mana bu ko'na. Mana bu ham tayyorada qilib jo'rlabdi. BMWni. Bu ham motor yana. Tayyorada qilib jo'rlabdi. Ishlarni qarang, ishlarni motori ham nimasi ham turibdi. Mana bu yerga ham motosiklet bor. Motosiklet ham shu ko'na qadim motosikletlar. BMWni jo'rlagan motorlari. Mana shu yerlari. Mana bu ham, mana bu yerga ham aks olib yotibdi. Nimaga minib. Tildoshlar, bu ham yangi modeli BMWni. BMWni yangi modeli. Mana bu yerga qo'yibdi, yarmini kesib qo'yibdi. Bir motor nimasi bor. Mana shu yerga shunday qo'yibdi, joyda ko'p bo'lmasin deb shunday kesibdi. Mana mana motorlarni ham qo'yib qo'yibdi. Mana motorni ham qo'yib qo'yibdi burga. Bu yerga ham mana bir motor bor. Bu ham yangi model. Mana buni ham shunga qo'yib qo'yibdi. Mana bundayga. Bu yerga ham mana bu ko'na model. Ko'nadan tarixi qolib ketgan. Buni ham bundayga qo'yib qo'yibdi. Mana tildoshlar, shuncha mashina ko'pga bu yoqqa. BMWning muzasi bor. Bu ham ilk chiqqan BMWlar. Mana ba'zi mamlakatlarga hali ham bor, mana shuni hali ham iste'mol qiladi. Mana shu Turkiyaga ham ba'zi yerlarga men ko'rganman. Shunday yaxshi ranglab, yaxshi chiroyli qilib shunday minib yuribdi. Mana shu mashinalardan, shu chiqqan mashinalardan. Mana buni qarang, mana bu ham BMWning ilk chiqqan nimasi. Ilk chiqqan mashinasi. Mana ishlarini qarang. Mana ishlari mana shunday hozir nima bo'lib turibdi. Mana bularda lukkab ana shu muzeyaga qo'yilgan. Bularda hech kim mayda. Muzeyaga qo'yilgan mana bu. Mana bu ham shu ayni nima?
ayni buni ishlarini qarang. Ishlariga mana hech ne hol degan yo'q. Shunday muzaga chiqarib qo'yibdi. Muzaga chiqarib qo'yibdi mana buni. Xo'p. Mana bu ham bu ham BMW nimasi. Mana bu ham boshqa bir modeli. Mana ishlarini ham mana shunday qilib nima qilib qo'yibdi. Ko'p yaxshi chiroyli qilib nima qilib qo'yibdi. Mana bu ham ko'na modellari. Mana bu biroz janga modeli. Biroz BMW janga modeli. Mana bu ham janga modeli. Mana bularga muzaga qo'yilgan. Haydalmaydi. Bu ham yangi model. BMW. Okay. Mana bu ham behi janga modellaridan. Janga modellarini ham qo'yib qo'yibdi. Muzaga qo'yib qo'yibdi. Mana buni ichini lyuksligini qarang buni ichini. Mana buni bu yerga ichi ko'rinyapti. Yangilikdan danika ichi ko'rinmaydi. Mana bunday qilib. Xo'p, tildoshlar boshqa tarafga boray. Bu yerga ham shishani ichiga qo'yib qo'yibdi. Mana bular lukka muzda. Shishani ichiga qo'yib qo'yibdi. Mana buni ham anlatib yotibdi. Shu vaqtda qadim zamonga buni nimaga jo'rlagan nimasi ekan. Mashinasi. Ana bu mashinalar shu vaqt shu qadimdan qolgan nimani, shu BMWni shu jo'rlagan mashinalari. BMWniki. Ay o'rga ham mana bunday qilib, mana orqasidan nima qilib jo'rlabdi. O'rga ham aytibdi, o'rga ham spor nimasi bor. Spori bor. Bularga turistlarga aytib yotibdi. Ko'rsatib nima qilib. Mana bu ham yarish yani. Payga musobaqa nimasi. Musobaqa olimpiyatlarga nima qilgan mana bu ham BMWning ilk chiqqan nimasi. Mashinasi. Mana bu tayrlari mana shunday nima qilib turibdi. Mana bir kishilik ilk vaqt chiqargan shu mashinasi ekan. Mana bu ham shunday ekan. Mana bu ham BMWning nimasi. İlk chiqqan nimasi. Nima qilgan jo'rlagan motori. Maniki. BMW nimasini ham urib qo'yibdi. Bu 200 yillikmi, 300 yillikmi? Mana bunday bir mashina. Xo'p, bu yerdan mana bu motor jo'rlagan ilk motori. İlk motorni BMW chiqargan motori. Mana bu ham bu yerga ham bir motor bor. Mana bu motor ham shu ko'na qadimdan qolgan motor. Mana bu yerga BMWning ilk jo'rlagan motorining qolib bodisi bor, ichiga mashinani nimalari yo'q, motorlari yo'q. Mana shuni osib qo'yibdi. Mana bu charchava jo'rlagani, shu vaqt qadim zamonga charchava jo'rlagan nimasi. Mana bunday qilib shu temirdan nima qilib jo'rlagan ekan. Shu qadim zamonga mana shunday qilib shu mashinani jo'rlagan ekan. Tarafiga borayotgan ekan. Bellarga nima bor ekan? Pastlarga odamlar qarab yotibdi. Yo'llarga boramiz. Mana shu ko'rgan apartmaningizni ichi bu. Tildoshlar, meniki bu videoga oxir keldik. Yangi bir video mana yana bir yaxshi, go'zal video mana men sizlar bilan bo'laman. Bu video mazza qilib ko'ringizlar. Ammo obuna bo'lingizlar. Obuna bo'lsangizlar ko'p xush bo'laman, men sevinaman. Rahmat sizlarga.
aboneligim meni ko'p kam. Aboneligim ko'tarilib ketsa, inshaalloh Xudo xohlasa men har joyga boshqa mamlakatlarga ham boraman, nimaga ham boraman. Uning uchun abonelikni yodlaringizdan chiqarmangizlar. Rahmat sizlarga. Mana bu Muishandan sizlarga salomlar bo'lsin. Rahmat sizlarga. Allohning panohiga bo'lingizlar. Yana takrordan yana bayramlaringiz, ikinci kun bayramingiz sizlarga qutlu bo'lsin. Allohning panohiga bo'lingizlar.